2026-yilgi davlat dasturiga asosan elektromobilda taksichilik qiluvchilarga tabiat himoyachisi ko'krak nishoni ham beriladi. Bu nishonni olish uchun haydovchilar bir nechta shartlarni bajarishlari zarur. Mavzuni muxbirimiz Diyora G'aniyeva davom ettiradi. Joriy yildan boshlab elektromobil transportida taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib 1 million km/soat yurgan haydovchilar endilikda tabiat himoyachisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Husan aka 8 yildan beri taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib keladi. U bu kasbi orqali oilasini boqib, farzandlarining ta'lim olishi uchun tinmay mehnat qiladi. Endi biz ham o'zimizni ko'krak nishonimizga ega bo'lishimiz mumkin ekan. Bunda o'sha bizga tabiat himoyachisi degan ko'krak nishoni berilar ekan. Taksistlar o'zini o'zi band qilganligi uchun kelajakda qarning nafaqasini olish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Men o'zimning shaxsiy elektromobilimda qariyb 5 yildan beri taksichilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Undan oldin 3 yil oddiy mashinada yurganman. Hozirgi kunda deyarli 400 ming kilometrlar atrofida bo'lib qoldi yurgan masofam. Husan aka ta'kidlaganidek, bu nafaqat mehnatni e'tirof etadi, balki haydovchi uchun rag'bat va mas'uliyatni ham oshiradi. Rag'batlantirish mexanizmida demak ko'krak nishoni joriy etilgan, ya'ni tabiat himoyachisi degan ko'krak nishoni joriy etilgan. Buni 5 bazaviy hisoblash miqdoridagi rag'batda ham bor, albatta shu maqsadda demak mana shu elektromobillardan foydalanilgan 3 ta shartni bajargan elektromobil haydaydigan haydovchilarga, ya'ni taksi xizmatlarini amalga oshirayotgan haydovchilarga mazkur ko'krak nishonga ega bo'lish uchun haydovchi taksi faoliyatini rasmiy ravishda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida amalga oshiradi hamda faoliyat davomida yo'l harakati qoidalarini buzmasligi, yo'l transport hodisalariga yo'l qo'ymasligi lozim. Buning asosiy maqsadi mana shu shaharlarimizning atrof muhitini muhofaza qilishga qaratilgan. Mazkur tashabbus atrof muhitni muhofaza qilish, havo tozaligini saqlash va ekologik madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi. Diyora G'aniyeva, Husan Jumanazarov, Zohidjon Mamasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.